Hozir apparatda intim yoshartirish ketyapti. Ayollar uchun eng yaxshi muolaja bu. Birinchidan bezyon organizmga, ikkinchidan yoshartiradi, qinlarni. Ayol kishi biz kosmetologga borib yosharishni xohlaymizku, qin ham shunaqa yosh bo'lishi kerak, tonusda bo'lishi kerak. Chunki jinsiy hayot bilan yashagandan keyin jinsiy hayot sifatli bo'lishi kerak. Menga nimadir savollari bor qizimizni qiziqtiradigan. Qancha vaqtda ta'sir qiladi? Buni ta'siri darhol sezasiz. Birinchi muolajadan keyin sezasiz, lekin ko'pincha qin bo'sh bo'lsa, ikkinchi muolajadan keyin uje sezishni boshlaysiz. Uchinchidan uje ancha yaxshi effekt sezasiz. Lekin bu effekt 3 oyda yana ham kuchayadi. 3 oy degani masalan hozir bizda iyul bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabrda yana ham kuchayadi. Kollagenlaringiz o'sib chiqadi-da, keyin 1 yilgacha effektini ushlaydi. 1 yilgacha qiz bola effekt beradi. Maza qilasiz. Keyin CD ushlanmasliklarga ham yaxshi ta'sir qiladi. Chunki CD yo'liga yaqin joyda ishlov beriladi-ku, CDlar ham mahkam bo'lib qoladi. Qinlar ko'tarilgandan keyin CDlar ham mahkam qoladi. 1 yilda bir marta ayollar o'zi uchun mana shunaqa muolaja olib tursa, jinsiy hayot sifatli, qinlar yosh, chiroyli, havo chiqishlar bo'lmay, torgina bo'lib, har xil выделениyalar bo'lmay, chiroyli bo'lib yurasizlar. Sizlarda ham shunaqa qinlaring chiroyli bo'lishi uchun 1 yilda bir marta intim yoshartirish muolajalarini olib turinglar. Hozir bu moda-ku, hamma yoqda yoshartirish va muolajalarni olish. Shunaqa. Bizni kuzatib turinglar, yaxshi foydali maslahatlar berib turamiz.